Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Mana bugun biz tumanimizda samarali faoliyat olib borayotgan yosh tadbirkorlarimizdan, yoshlarimizga o'rnak bo'layotgan City Stroy yangi qurilish korxonasini egasi mana Muhammadjon bilan suhbat quryapmiz. Bugungi mana shu suhbatimiz mustaqillik yillarida, ayniqsa so'nggi 10 yillikda erishilgan natijalar xususida bo'ladi. Avvalo o'zingiz va bugungi kundagi tadbirkorlik faoliyatingiz haqida ma'lumot bersangiz. Avvalo suhbat uchun rahmat. Men tadbirkorlik faoliyatimni 2024-yil Shilaka blok ishlab chiqarishdan boshlaganman. O'z faoliyatimni. Mini stadion bor edi. Birinchi Shilaka blokka keladigan bo'lsak, bitta stanokdan boshlaganmiz boshida. O'zim ishchi bo'lib ishlaganman. O'sha yerga yonimga o'rtog'im bilan boshlaganmiz. Bir kunda 300 ta Shilaka blok chiqarardik. Zakas kam, ishlab chiqarish quvvati kam. Xudoga shukr, Xudo yo'lni berdi. Hozirgi kunda 3 ta ishlab chiqarish stanogimiz bor, Shilaka blok ishlab chiqarish stanogimiz. 12 ta ishchimiz bor. Bu Shilaka blok orqasidan avtomobil yuvish shoxobchasi qurdik. Suzish havzasi qurdik. Bugungi kunda qurilish materiallari sohasini ham magazinni ochib, qurilish materiallar savdosi bilan shug'ullanish boshladik. Tadbirkorlik faoliyatimizni Xudo xolasa keyingi yillarda bundan-da kengaytirib borishga harakat qilamiz. Imtiyozlar, kreditlar va davlat ko'magi faoliyatingizga qanday yordam berdi? Bugungi kunda yosh tadbirkorlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Imtiyozli kreditlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari va turli maslahat xizmatlari biznesni boshlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Eng muhimi insonda harakat va tashabbus bo'lishi kerak. Yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, mehnat qilinsa albatta natijasiga erishish mumkin. Tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri kredit bilan boshlaganmiz. Prezidentimiz yaratib bergan sharoitlardan, imtiyozli kreditlardan foydalanib Yoshlarga ish o'rinlari yaratish va ularning bandligini ta'minlash borasida qanday ishlarni amalga oshiryapsiz? Tadbirkorlikning eng katta afzalliklaridan biri nafaqat o'zingiz uchun, balki boshqalar uchun ham ish o'rini yaratish imkoniyatidir. Faoliyatimiz kengaygan sari yangi ish o'rinlari yaratish, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Yoshlarni tajriba orttirish, kasb-hunar o'rganish va mustaqil daromad topish uchun imkoniyat yaratish eng muhim deb hisoblayman. Boya yuqorida aytganimdek, tadbirkorlik faoliyatini boshlashda o'zim ishchi bo'lib ishlaganman, bir o'rtog'im bilan boshlaganmiz. Hozirgi kunda 12 ta ishsiz yoshni ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Ishsizlar sonini ish bilan ta'minlab, Xudo xolasa kelajakda yangi ish o'rinlarini yaratib, ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlaymiz. Bugungi yosh tadbirkor qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Menimcha eng avvalo halollik, mehnatsevarlik va sabr toqat kerak. Tadbirkorlikda hamma narsa bir kunda bo'lib qolmaydi. Qiyinchiliklardan qo'rqmasdan, xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni bilish, yangiliklardan foydalanish, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish va eng muhimi o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashish muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri deb hisoblayman. Endi kelgusidagi rejalaringiz haqida so'zlab bersangiz. Kelgusidagi rejalarimiz, kelgusi faoliyatimiz yanada kengaytirish, qurilish materiallarining turli turlarini ko'paytirish va mijozlarga yanada qulay xizmat ko'rsatish rejalashtirmoqdamiz. Shuningdek, yangi ish o'rinlar yaratish, yoshlarni ish bilan ta'minlash va hududimiz iqtisodiy rivojiga o'z hissamizni qo'shish asosiy maqsadlarimizdan biri. Biz City Stroy kelajakda yanada rivojlantirib, aholiga sifatli va ishonchli xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlik subyektlarini biriga aylantirishni maqsad qilganmiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Yangiobodlik yoshlarga qanday tilak bildirgan bo'lardingiz? Avvalo barcha Yangiobod yoshlarni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbdan tabriklayman. Yoshlarga tilagim o'z orzularidan hech qachon voz kechmasinlar. Biznes boshlashni istagan yoshlar qo'rqmasdan, kichik qadamdan boshlashlari kerak. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimizning kelajagi buyuk bo'lsin. Barchalaringni mustaqilligimiz 35 yillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman.